Orolbo'yiga keldik biz. So'nggi nafaslarni his qilayotgandek his qilyapman. Cho'milish imkoniyatimiz bo'lmasa-da, hech bo'lmasa qo'limizni tekisib ko'ramiz. Qo'llarimga va navarallarimga aytaman, men qachondir Orolni tekib ko'rganman deb. Qanaqa deyman? O'sha payt suv ketgan edi deyman. Hozirgiday emas edi deyman. Hozir hamma joyda suv deymiz. Xudo xohlasa. Orol bizni tark etma! Orol! Не покидай нас! 2 hafta oldin Pirs mana bu yerda turgan edi. Suv qanday tezlikda bizni tark etayotganini, Orol qanday tezlikda bizni tark etayotganini tushunsangiz va bilsangiz bo'ladi.